Qo'shni, ostonada turmang, keling, Qo'shni, keling men bilan shu Rossiyaga boring. Uylarni ham bir remont qilib olardiz. Bir orzu havasiz bo'lsa kerak. Uyimga nima qilibdi qo'shni? Bu uy men uchun koshona-ku. Men uzoqda bo'lsam, onamga kim qaraydi? Shu yerda rizqimni berib qolar aka. O'g'lim. Aha, onajon, Kim ekan? hozir Nasul aka kelibdilar. Uyga taklif Keling aka, qil. onamni ko'rib ketasiz, keling. Nasul aka, bormisiz? Rossiyadan qachon keldingiz aka? Bir hafta bo'ldi qo'shni. Shu namozgoh saytidan 2 xonalik uy oldim. Tabriklaymiz. O'zingiz nima qilyapsiz? Men ham Shu yerda ishlayapsizmi? yo'q, qarang. Tirikchilikda aybi yo'q. Yuring uyni ko'rsataman. Yuring. Xo'p. Bez remont. Bu yil Rossiyaga borib, remontini ham qilib olamiz-da. Ha, yaxshi. Demak, bu yerda ham qo'shni bo'libmiz-da. Qanaqasiga? Mana bu uy meniki. Mana shu bizning mo'jazgina kulbamiz aka. Nimaga kulba deysiz? Qasrda o'zginasi-yu. Endi uka kamtarlik ham manmanlikda. 2 yil oldin o'sha eski uyingizni koshonam deb aytgandingiz. Ha bunaqa qasrda kulba deyapsiz. Uka, tushunmadim. Bilasizmi? O'sha eski uylarim vayrona bo'lsa ham, uyda onam bor edilar. Hozir qancha koshonalarni sotib olishga pulim bor, lekin bu uylarda onam yo'q aka. To'g'ri aytdingiz. Ota-onani duosida gap katta ekan uka. Pul topaman deb o'zimni har tomonga uribman. Lekin eng katta baraka shularda ekan.